Bu kasalimiz Toshkent shahar Chilonzor rayonidanlar. Bolalar kelganda juda ham og'ir edi. Sirroz klass B, nevirusli etiologiya, virussiz etiologiyali va qorin bo'shlig'ida bu yerda 3 litrdan ziyod suyuqlik bor edi. 300 bilirubinlar edi. Hozir mana bugun 3-kunimi, 4-kuni? 4-kuni mana sidurlarning rangi oqargan, o'zlari ham nisbiy darajada mana oqarganlar. Suyuqlik ketgan qorin bo'shlig'ida, qorinlarida palpatsiya paytida umuman palpatsiya qilib bo'lmas edi. Hozir mana qorinlari yumshagan va shu yurak faoliyatlari ham juda ham pulslari tez uryotdi, 110 edi. Hozir mana ertalab o'lchadim, mana hozir ham o'lchyapman. 79-80 uryapti. Mana nisbiy darajada ancha yaxshi bo'ldilar. Nima deysiz, o'zingiz e'tiboring? Rahmat kattakon sizlarga. Sizlarning yordaminglar bilan shunchalik ahvolga keldim. Juda kelganda og'ir ahvolda edim. Hozirgi vaqtga kelib mana shunchalik bo'lib, o'zim o'rnimdan turishni boshladim. O'zim sekin-sekin yurishni boshladim. Rahmat sizlarga, boringlarga. Esa o'tirib ovqat yeyaptilar. Bular shunchalik edilarki, ovqatni ham faqat yotib yeyaptilar, o'tira olmayaptilar. Hozir mana qorinlarida suyuqlik ketib, yuraklari ancha yaxshi bo'lganga bemalol hozir o'tirib, o'zlari ovqat yeb, o'zlariga bemalol o'zlari xizmat qila olyaptilar. To'g'rimi? Rahmat. Bo'pti, yaxshi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bu kasalimiz Toshkent shahar Chilonzor rayonidanlar. Bolalar kelganda juda ham og'ir edi. Sirroz klass B, nevirusli etiologiya, virussiz etiologiyali va qorin bo'shlig'ida bu yerda 3 litrdan ziyod suyuqlik bor edi. 300 bilirubinlar edi. Hozir mana bugun 3-kunimi, 4-kuni? 4-kuni mana sidurlarning rangi oqargan, o'zlari ham nisbiy darajada mana oqarganlar. Suyuqlik ketgan qorin bo'shlig'ida, qorinlarida palpatsiya paytida umuman palpatsiya qilib bo'lmas edi. Hozir mana qorinlari yumshagan va shu yurak faoliyatlari ham juda ham pulslari tez uryotdi, 110 edi. Hozir mana ertalab o'lchadim, mana hozir ham o'lchyapman. 79-80 uryapti. Mana nisbiy darajada ancha yaxshi bo'ldilar. Nima deysiz, o'zingiz e'tiboring? Rahmat kattakon sizlarga. Sizlarning yordaminglar bilan shunchalik ahvolga keldim. Juda kelganda og'ir ahvolda edim. Hozirgi vaqtga kelib mana shunchalik bo'lib, o'zim o'rnimdan turishni boshladim. O'zim sekin-sekin yurishni boshladim. Rahmat sizlarga, boringlarga. Esa o'tirib ovqat yeyaptilar. Bular shunchalik edilarki, ovqatni ham faqat yotib yeyaptilar, o'tira olmayaptilar. Hozir mana qorinlarida